Qishloqdagi qizlarida Andijon shahrida o'tgan bugunlik kuni haqida gaplashamiz. Anchadan beri ko'zim og'riyapti deb yurgan edim. Opachamda ham shu muammo ekan. Birinchi bo'lib Glaznoyga bordik. Bizga ukam ham sherik bo'ldi. Ko'chada kontent qilish ozgina muammo edi. Videoga olishga doim shtativ ko'tarib yurar edim. Ukam kelib, ishim ancha osonlashdi, lekin bunga hali ancha narsa o'rgatishim kerak ekan. Bu yoqda ishlaydigan bitta qiz obunachim bor ekan. Kuzataman sizni, dudi xursand bo'lib ketdim. Ko'zim atrofidagi shishlarni sezgan kuzatuvchilarim bu ichagizdan, o'tingizdan deb yozishyapti, lekin sababi boshqa ekan. Dori va mazlar yozib berdi. Glaznoydan chiqib Katokka boramiz dedik, lekin ko'chaga chiqquncha fikrimiz o'zgarib, O'zbegimda podvalida joylashgan bowlingga kirdik. Soatda 120 ming ekan. Paypo va keta berar ekan. Paypoda bir ustin qilib bitta oyog'imga kiyib olpanda, poyini rostsiz tappane. Bowlingda birinchi marta o'ynashim edi. Toshi buncha og'ir, buni ko'tarib otish o'zi mashaqqat-u deb ensa qotirsam, o'ynaversangiz og'irligi ham bilinmay ketar ekan. 1 soatlik o'yinda atiga bir martagina bitta turishda hammasini tushirdim. Keyingi safargizda ko'proq vaqtga kelishni rejalashtirdik. Kun juda qisqa-ya, bir kunda atiga shu narsalarga ulguribmiz. O'zi uydan chiqqunimizcha ham obed bo'lib ketgan edi. Xullas, bugunlik kunimni 3 dan 2 qismi shunaqa o'tdi. Bilasizlar, men Enel mahsulotlaridan ichib yuraman va shu oyda boshidan boshlab opacham ham ozish uchun ichishni boshlagan edi. U 73 kilo va hech qanaqa ortiqcha harakat qilmasdan faqatgina shu Enel mahsulotlaridan ichgan holatda 5 kilo atrofida vazn tashadi. U hozir Qirg'izistonda. Hali kelsa sizlarga do'posli holatlarini ham ko'rsataman. Bu mahsulotlarni siz Iroda Jo'raboyevnadan olsangiz bo'ladi. Ular hozir kichik konkurs boshlagan. Ya'ni siz ularning profiliga obuna bo'lasiz va Enel mahsulotlardan xarid qilasiz va tilla uzuk yutib olish imkoniyatingiz bor. Agar yutib oladigan bo'lsangiz, siz birdaniga 3 ta narsaga erishasiz. Sog'lom holatda ozish, tilla uzuk va mahsulotlar. Agar omadingiz kelmasa ham, tilla uzuk yuta olmasangiz ham hech narsa yo'qotmaysiz. Enel mahsulotlaridan ichib sog'lom holatda ozishingiz mumkin bo'ladi yoki doimiy ichib menga o'xshab organizmingizni vitaminlar bilan to'yintirishingiz mumkin. Tilla uzuk yutib olish uchun siz Iroda Jo'raboyevnaning profiliga obuna bo'lasiz va ulardan Enel mahsulotlarini xarid qilasiz. Konkursi 21 yanvarda boshlangan, 31 yanvargacha davom etadi. Agar siz ozish uchun bu mahsulotlarni oladigan bo'lsangiz, Iroda Jo'raboyevna sizga programma tuzib beradi. Ortiqcha harakat qilmaysiz, qandaydir menyular asosida ovqat tayyorlamaysiz. Shunchaki aytilingan vaqtda shu mahsulotlarni ichib yurasiz. Sog'lom holatda ozish imkoniyatingiz bor hamda tilla uzuk yutib olish imkoniyatingiz bor. Shu yatsam bitta qo'shnimiz chiquvdi, televizorimizni bolalar o'ynab bir narsa qilib qo'yibdi, ko'rinmayapti, shuni ko'r ber deb. Idish yuvib olib chiqaman dedim, esimdan chiqib qolibdi. Endi hozir mana chiqib ketyapman. O'zi televizorda zo'r tushunib olmayman, lekin biror narsa bo'lib qolgan bo'lsa, astoydil o'tirib kavlasam, topib olaman, to'g'rilab olaman. Ko'pchilik menga yozadi, qishloqdagi mahallalarda, ko'chalarda ko'rsating deb. Hozir ko'chaga chiqqandan foydalanib sizlarga mahallamni ko'rsataman. Esa zo'r bo'lib quyosh chiqyapti, qorlar eriyapti bizda. Men hozir bu yoqqa kiraman.
big dinosaur. Sizga ham farzandingizni shunaqa televizor yoki telefondan har xil video yoki multfilmlarni tinmay ko'rishi yoqmaydi. Bu hozir 90% bolada uchraydigan holat. 21-asr texnologiya asri. Biz boladan bu narsalarni chekila olmaymiz, lekin bulardan to'g'ri maqsadda foydalanishda ularga o'rgatsak bo'ladi. Sizlarga anchadan beri Qalan.uz'ni tavsiya qilib kelaman. Qalan.uz bolaga matematikani 6 yoshdan boshlab zamonaviy metodlar asosida o'rgatadigan onlayn platforma. Farzandingiz kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, albatta ularga matematika kerak bo'ladi. Agar siz hali ham Qalan.uz haqida bilmaydigan bo'lsangiz, unda men sizga ma'lumot beraman, diqqat bilan eshiting. Men sizlarga sinab ko'rmagan, ishonmagan narsamni tavsiya qilmayman, chunki hech qaysi ota-ona pulini osongina yerdan shupurib olayotgani yo'q. Sarflaganga yarasha sifatli, aniq natija beradigan ta'limni tanlash kerak. Qalan.uz'ni menga yoqqan tarafi, avval farzandingizni bilimini tekshirib oladi, diagnostika qilib va farzandingizni bilimidagi kamchiliklarni aniqlab olgandan keyin shunga qarab ular bilan individual shug'ullanadi. Va yana zo'r tarafi, kuniga 2000 so'mdan cashback ham beradi. Bola uni yig'ib, bitta qilib yechib olib turib, o'zi xohlagan narsasini sotib olishi mumkin. Bu albatta farzandingizni yana ham bilim olishiga motivatsiya bo'ladi. Mentor ustozlari kunduzgi 10 dan boshlab kechqurungi 10 gacha bola bilan shug'ullanib, tushunmagan joylarini tushuntiradi. Agar siz ham farzandingiz 6 yoshdan 11-sinfgacha bo'ladigan bo'lsa, Qalan.uz aynan siz uchun. Bolangizga ulab bering, foyda topsangiz topasizki, hech ham ziyon qilmaysiz. Shu paytgacha Qalan.uz'dan O'zbekistonda 30 mingdan ortiq o'quvchi o'qidi. Ota-onalar bekorga Qalan.uz'ni tanlamayaptikan, shu otsiflardan ham bilsangiz bo'ladi. Hozir ular zo'r chegirma berdi. Shu link orqali meni nomimdan ariza qoldirsangiz 33% gacha skidka qilib berishadi. Bu farzandingiz uchun zo'r investitsiya, arzimagan pulga aylanadi. Undan tashqari ularda bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Agar siz bu o'zi qanaqa platforma ekan deb qiziqadigan bo'lsangiz, bitta darsni bepul ham qilib berishadi. Bemalol Qalan.uz'da imkoniyatlari, ushbu platformani ko'rib chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Ushbu havoladan ro'yxatdan o'ting va farzandingiz uchun ta'limni boshlang. Pechkaga o't yoqishda doim go'zapayadan foydalanardim. 5 kun avval go'zapayamiz tugab qolib, tutashtirish biram qiyin bo'ldi. Yarim soatgacha uyni tutatib o'tirdim. Oxiri chidamasdan dadamga 20 bok go'zapaya oldirib oldim. Buni ham yarmi quruq, yarmi ho'l ekan. Shular bilan amallab bahorga yetib olsak, bu yil katta naves qilib, go'zapayasi bormi, beda presi bormi, bosib qo'yish niyatimiz bor. O'tgan yili navesimiz yo'q bo'lib, shunaqa narsalar ola olmagan edik. Videoda yarmidan sizlar yoqtirgan rubrika bo'ladi, ya'ni hovli supurish. Eshik supurgan videolaringizni tezlashtirilgan variantdagilaridan ko'proq qo'ying deb yozishadi. Bu formatdagi videolarim o'zimga ham yoqadi. Tayyor qilganimdan keyin qayta ko'rib o'tiraman, lekin hozir qish bo'lganligi sababli eshiklarni kam supuryapman. Asosiy ishim pechkaga o't yoqish bo'lib qoldi. Go'zapaya oldik deb istoriyaga qo'yganimda narxini so'raganlar ham bo'pti. Donasini 6000 dan oldik. Sizlar tarafda bu qanchadan? Kommentariyaga yozib ketinglar. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's celebrate. عيد سعيد. Mahallamiz istarbalar yangilanib, metga yangi qo'yildi. Shunga 3-4 kundan beri svet yo'q, o'chyapti kunduzida. Bitta telefonim o'chib qolib, zaryadi tugab. Berib yubordim. Yaxshi ham bittasini qo'limdagini kechqurun qo'yib qo'ygan ekanman. Hozir endi shunda videolar olib istoriya qo'yyapman. Instagramda meni boshidan beri kuzatadiganlar biladi. Moskvada 1 yil yashaganman. Ayam, ukamlar bilan babuliya qaraganman. Rossiya hayoti menga yoqqan, ya'ni u yerda yashash, shart-sharoitlar, ko'p narsa qulay. Shu sababdan ham
Rossiyada yashab, o'zini hayotini ko'rsatib boradigan blogerlarda shunaqa profillarni kuzatish menga yoqadi. O'tib shunaqa profillardan bittasini atmetga qildim. Andijonlik Odinaxon degan ayolda profili. Ular Rossiyada 8 yildan beri ishlaydi ekan. Hozir restoranda ishlaydi ekan. Instagram profilini yurgizishni yaqinda boshlabdi. O'zini hayotini ko'rsatib borar ekan. Undan tashqari restoranda tayyorlanadigan salatlar, har xil taomlar, souslarni ham tayyorlanishini ko'rsatib boraman dedi. Profiliga obuna bo'lsanglar, zerikmaysizlar deb o'ylayman.